Endi Al-Malik, Alloh taolo podshoh bo'lgan zot. Al-Malik bo'lgan Allohning bandasi o'zini o'ziga o'xshagan odamlarga xor qilib qo'ymaydi. Allohni Al-Malik ekanligiga iymon keltirgan mu'min bandaga xor bo'lishligi unga umuman yarashmaydi. Masalan, boyni yoki bir mansabdorning oldida inson o'zini xor qilsa, bu mu'minga mutlaq to'g'ri kelmaydigan holat bo'ladi. Man jalasa ila g'aniyin fatada'ada alahu zahaba thulutha dinihi. Kim bir boy bilan birga o'tirsa, bir kambag'al yoki o'rtahol odam boy bilan o'tirsa va uni oldida o'zini xor tutsa, dinini 3dan 2si ketdi. Endi bu boy agar xayri saxovatli, jamiyatga foydali, juda ko'p xayriyatli ishlarni qilayotgan bo'lsa, shu ishi uchun oldida o'zingizni qulluq qilib tursangiz mayli. Yaxshi ishlari uchun, qilgan savobli ishi uchun hurmat qilsangiz mayli boyda. Endi bunaqa amali yo'q bitta ham. Prosta boyda. Tushunarlimi? Seni boy qilib sinayotgan bo'lsa, meni kambag'al qilib sinapti. Seni boy qilib qo'ygani seni mendan balandliging emas. Meni kambag'alligim sendan pastliging emas. Bu sinov bu deydi. O'sha boy akalar xayrli ish qilinglar, ishinglar uchun hurmat qilaylik. Ammo prosta boy bo'lganinglar uchun hurmat talab qilmanglar. Al-Malik ismini amaliy tatbiqi nima? U qanaqa bo'ladi? Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni Alloh taolo Fir'avnning oldiga borib da'vat qilinglar dedi. U kelasa aytdi payg'ambar. Qola Robbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qo'rqishdi, xavotir olishdi. Parvardigoro, dar haqiqat biz agar uni senga iymon keltirishga da'vat qilsak, u shashqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tug'yonga tushishidan xavfdamiz. Xavotirimiz bor dedi. Alloh nima dedi? Qola la taxofa. Qo'rqmanglar ikkovinglarim. Innani ma'akuma asma va ara. Men ikkovinglar bilan birgaman, ko'rib eshitib turaman dedi. O'zini zamonasidagi eng katta podshoh, eng katta zolim Fir'avn. Banu Isroil chiqib ketdi Misrdan. Orqasidan qo'shin bilan quvib bordi. Ana, siz sababni qilmasangiz ham Alloh xohlagan ish bo'lishligini bitta misoli. 600 ming yahudi Misrdan chiqdi. Dengizga borib turib qoldi karvonni boshi 600 ming kishilik karvonni. Karvonning oxiridagilar Fir'avnni eng kuchli o'sha zamondagi qo'shini bilan kelayotganligini ko'rdi. Mana endi halokat aniq. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun. Ikki jamoa bir-birini ko'rgach, Banu Isroil bilan Fir'avn qo'shini Musoning hamrohlari dedi, bizlar aniq tutildik. Nima sabab bor? Nima ish bor qo'lida? O'zlarini tirik saqlab qolishlikka. Hech qanday sababi chorasi yo'q. Muso alayhisalom nima dedi? Kalla. Qola kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor, albatta o'zi najotga boshlaydi dedi. Qissani bilasizlar davomini. Banu Isroildan bitta odam yerdan bitta kessaga olib otmadi u qo'shinga. Alloh taolo dengizga shunday g'arq qilib qo'ydi Fir'avnning qo'shinini. Demak, sabablarni qilishlik siz bilan bizga lozim, lekin sababni o'ziga suyanib qolmaslik kerak. Bir yil gektaridan 50 sentrdan hosil olibsizlar, qanday erishdinglar bunga deydi. Desa dehqon bobo aytadi, vaqtida yerda haydadik, vaqtida suvni qo'ydik, vaqtida sabab shuning uchun erishdik deydi. Endi keyingi yil shu narsa bo'lmaydi. Xuddi o'sha ishni qildi. Desa bir yil tabiat injiqligi tufayli aytmayaptiki, o'tgan yil qilgan ishni qiluvdik, bir yil bo'lmadi. Demak, Alloh xolamagan ekan deya olmaydi-da. Shu dehqon Alloh deb qo'ysa nima bo'ladi o'shada? Ha, o'tgan yil ham o'sha ishni qiluvdingiz. Musa alayhisalom aytayapti, Alloh men bilan birga deyapti. Alloh men bilan birga yo'l ko'rsatadi deyapti. Agar sen musulmon banda, Al-Malik bo'lgan Robbing bilan birga bo'lsang, sen ham podshohsan. Agar sen Al-Malik bo'lgan Robbingga iymon keltirgan bo'lsang va
ishingni bironta bandani qo'lida deb gumon qilsang, Allohdan boshqa birov foyda ham zarar ham keltirishi mumkin deyotgan bo'lsang, sen vahmga kirib qolsan, sen shirkka kelib qolsan. Allohni al-Malik ekanligiga iymon keltirgan, iymoni komil mo'min hamma ish Allohning qo'lida deydi. Hamma sababni qiladi, dorini vaqtida soladi, yerda haydaydi, suvni qo'yadi, tavakkal deydi. Undan keyin nima bo'lsa ham deydi, alhamdulillahi robbil alamin deydi. Hud alayhissalom qavmi masxara qildi, qavmi haqorat qildi, ustidan kuldi. Nima dedi oxirida? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Endimi dedi? Shuncha da'vat qildim, shuncha sizlarga nasihat qildim, qabul qilmadinglarmi? Endi qo'lingizdan kelgan ishinglarni qilinglar, menga nisbatan hiylalarni xohlagan qilinglar, kutmanglar dedi. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, hammasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Birodarlar, mana shu din deyiladi. Mana shu tavhid deyiladi. Hammani ishi, hammani kori Allohning qo'lida deb bilishing tavhid. Hamma Allohning qabzasida deb bilishing tavhid. Qalbingni xotirjam bo'lishligi tavhid. Birodarlar, Alloh taolo bizga ibodatni buyurdi. Namoz o'qib, roza tut dedi. Shu narsaga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ydi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Bas unga ibodat qiling, o'ziga suyaning. Agar siz Robbingizni al-Malik ekanligiga iymoningiz komil bo'lsa, hamma ish, hamma narsa Allohning qabzasi ekanligiga iymoningiz komil bo'lsa, Allohdan boshqasiga xor bo'lmaysiz. Odamlarga xor bo'lmaysiz. Allohning o'ziga suyanasiz, tavakkul qilasiz, siz ham podshoh bo'lasiz hayotda. Mo'minning azizligi Allohga bo'lgan tavakkuli bilan, qiyomul layli bilan, odamlardan behojatligi bilan. Banu Umayya xalifalaridan bittasi Makkada Haram-i Sharifda bir jalil olim bilan uchrashib qoldida, xalifa aytayapti olimga. Bir hojatingiz bo'lsa menga ayting, deyapti. Haligi olim, vallohi Allohning uyida o'tirib, Allohdan boshqasiga hojatim aytishga uyalaman dedi. Keyin tashqariga chiqishdi. Tashqariga chiqqanda hojatingiz bo'lsa menga ayting dedi. Olim unga vallohi hojatimni ravo qilishga qodir zotdan so'ramadim-u, uni ravo qila olmaydigan bandadan so'raymanmi dedi. Hali xalifa turib oldi, bir yaxshilik qilay, bir ko'nglini olay deb turib olganida olim bo'pti dedi. Meni jannatga ketib qo'y dedi. Meni qo'limdan kelmaydi dedi xalifa. Olim aytdi, unday bo'lsa sizda hojatim yo'q dedi. Shuning uchun Robbisini al-Malik ekanligini bilgan, iymon keltirgan va iymoni komil bo'lgan odam faqat Allohga suyanadi, bandalarga o'zini xor qilib qo'ymaydi.